Endi sizlar saqlash tegishli ikkinchi qiltoq haddan ziyoda oddiylashtirish, ha? Haddan ziyoda oddiylashtirish. Aynishdan nima degan desa, ishlarni amal va oddiy qilgan yaxshi, ammo bekla oddiy bo'lib ketmasin degan. Bu nima degan gap? Bu odat nurg'ulg'an ro'y masalalarni keltirib chiqardi. Masalan, burun meni bir qiz bola bo'zak qilgan bo'lsa yoki bo'lmasa nacharlik qilgan bo'lsa, men qo'papla dunyodagi barliq qizlar nachar deb o'ylab olgan bo'lsam, men mushu ko'z qarashim tufayli bu hayotimda yaxshi qiz bola uchrayolmayman. Chunki o ko'z qarashimni isbotlagan gap. Yoki bir qizga kichik vaqt bir o'g'il bola nacharlik qilib qo'yganmiz, eskilik qilib qo'ygan bo'lsa, bu qiz nima deb o'ylaydi desa, o'g'illarning hammasi nachar degan bo'lsa, mush gap ishongan aman dunyoda o yaxshi bolalarni topmaydi, sopin nachar odamlarni tepish orqali o'zining ko'z qarashini isbotlaydigan gap. Yoki sizning hayotingizda ma'lum bir ishda mag'lub bo'lib ketgan bo'lsangiz, men bo'ldim mag'lubiyatchi deb aytgan kundan tortib siz to'xtamay mag'lublash orqali o'zingizning mag'lubiyatchiligini isbotlaydigan ahvol. Shunga men sizga bir gapni qilsam, bir gapni qilsam, hargiz bir odam butun dunyodagi odamlar emas-a, uning vakillik qila olmaydi. Yoki bo'lmasa hayotingizdagi ma'lum bir yiqilish yoki mag'lubiyat hargiz sizning mag'lubiyatchiligingizdan darak bermaydi. Ammo ko'pincha odam mushkul holatga kirib qolgan. O'qituvchilar ham shu-a. Masalan, bir sinfda 50 o'quvchi bo'lib 49 darsni shundoq qizg'inliklar anglab, bir sila uxlab qolgan bo'lsa, ba'zi o'qituvchilar "Hey, darsni yaxshi o'tolmayapman" deydi. U ayat 49 o'quvchining yaxshi anglag'ini bilan kori yo'q. Belki bir balning uxlab qolgani bilan hapishgan ahvollar shakllandi. Yoki o'miz ta'tiri 49 uxlab qilib, bir sil dars anglagan bo'lsa, ba'zi o'qituvchilar ajab yaxshi o'tib etdim deydiganlar bor. Haddan ziyod umid bor. Demak, hayotimizdagi haddan ziyod oddiylashishni mumkin ko'rsatib bo'lsa, kichkina bir ishni hammish deb qaraymiz. Yoki o'miz hayotimizga ma'lum bir kunni hayotimiz deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda bir inson agar 60 yil yashaydi desak, nurg'un kunlar bo'ladi. Hargiz hayotingizga ma'lum bir kun, hamma odam hamma kuningizga vakillik qilmaydi. O'tganda sizlarga diqqat qilgan bo'lsanglar tor dunyosiga, men shu o'zimdagi bir xil yengish uchun, o'zimdagi kibrni tugutish uchun oyoq maylab baqdim. Bu oyoq maylash jarayonida men kishilarning men bo'lgan ko'z qarashini qanday bo'lganligi ham o'zim mushni zodi qila olamdim, qilamandim. O'zim bir sinab bakmoqchi bo'ldim. Bu jarayonda ikki natijaga erishdim. Birisi buning ta'sirki, ammo qilgandan keyin unchalar ta'sir emaski. Qilmasda ta'sirliki, ammo qilgandan keyin unchalar ta'sir emaskini his qildim. Bu bir natijam. Ikkinchisi bo'lsa, men yarim kun oyoq maylab bo'lgandan keyin qo'sqim ichib ketib tushda, men oyoq maylig'ini udilda Mari Brown deb birindi. Oshxona va shu oshxonaga tomoq yedib kirgitib berib, dal shu oshxonaning oldiga kelganda qadamim ostlab qoldi. Nemish qolsa o'zimga bo'lgan ko'z qarash shakllandi. Ya'ni sen bir maylamchi turib, sen shundoq oshxona kiremsan degan bir ovoz keldi, qadamim ostildi. Qaranglar, men yarim kun oyoq maylaganligim uchun mush qilgan ishimni o'zimning salohiyati deb bekitib oldim. Faqat yarim kun. Men shuni qarab nurg'un odamlarning turmushining o'zgarmaydiganligini his qildim. Chunki nurg'un odam o'zi qilayotgan ishni faqat men mushni ham qila olmayman, mening salohiyatim mushu deb o'ylab qoldi ekan. Amaliyotda u o'zi qilayotgan ishdanmi katta ishlarni qila oladiganligini bilmaydi ekan. Men shunday ogohlantirish beramanki, siz qilayotgan ish hargiz siz birdan-bir qila oladigan ish emas. Siz uningdanmi katta ishlarni qila oladiganligini ishonishingiz kerak. Siz qilayotgan ish hargiz siz qila oladigan birdan-bir ish emas. Ammo psixologiyadagi haddan ziyoda oddiylashtirish tufayli biz mana shunday muomala qilib turib olamiz. Har qanday bir odam vaqti kelganda bir millat vakillik qila olmaydi. Odam, millat hisoblanadi. Shun biz turmushdagi kichik bir ishlarni hayotimizga vakillik qilib olsak bo'lmaydi. Kino turmushga texin vakillik qila olmaydi. Shunga mening ba'zi yoshlarni ogohlantirishim nima desa, sizlar ko'rgan yoki do'stlaringiz sizga tasvirlab bergan tasvirlar hargizmi chet elga vakillik qilolmasi mumkin. Nurg'un odam
chet elga bo'lgan bir xil qoriqlarcha havas bor. Ular bu xil tasvirlarni yo kinolar orqali yoki do'stlarining orqali anglaganda u bir mukammal ko'rindi. Ammo u yerga borganda cho'sa, u o'zining kallasidagi u xil chet elni his qilolmaydi. Undaq chet elning mavjud emasligini bildi. Şu chet el berib boqmagan bir odamga chet el to'g'riliq gap qilsa oyajonlanib, ajoyib tasavvur qilib oladi. Ammo chet elga berib boqqan odamga chet el to'g'riliq gap qilsangiz, u unchalar oyajonlanadi. Chunki u reallikni bir qatim ko'rgan bu. Bu xuddi men sizga olma yeyman desam, sizning kallingizda mukammal olma keldi. Ammo siz olmazorlikda bundaq mukammal olmadan birini topolmaysiz. Shunga bu tasvir bilan reallik o'rtasida hayotidagi kichik bir qismini butun hayot deb bilish nurg'un vaqtda ba'zi ruh kasalliklarni keltirib chiqargan. Men uchirgan bemorlarning ko'pincha mundaq bir ahvol yuz berdi. Uning hayotida ma'lum bir odam yoki ikki odam uni ko'zga ilmagan bo'lsa, u darholla men hamda hamma odam ko'zga ilmaydi deb qaraydi. Emniyet uni ko'zga ilmayotgan, uningga nacharligini bir ishki, ammo uning deb o'ylaysa, hamma odam ko'zga ilmaydi deb qaraydi. U mundaq deb qargan kundan boshlab u boshqalarning uni ko'zga ilmaydigan harakatlar orqali o'zining ko'z qarashini isbotlaydi. Mushani qayta ko'ramichmi? Pek muhim nuqta. Bu ikkinchi qiltaq.